Ko'p kutilgan voqea nihoyat amalga oshdi. Musobaqada g'alaba qozonish uchun 3 ta bosqichdan o'tish kerak edi. Musobaqaning birinchi bosqichida Xiaoyan yutdi. Ikkinchi bosqich Guantan dunyosida bo'lib o'tdi. Bu yerda ko'plab xazinalar bor edi. Bu joy hamma kimyogarlar orzu qiladigan joy. Bu yerdan yutib chiqish uchun ko'plab ingrediyentlar kerak. Ayni paytda Xiaoyan azaliy dushmaniga duch keldi. Ularning jang qilishi aniq. 去看看。萧炎， Qingxian birodar. Sening oddiygina suyanmin mazhabing menga qarshi chiqmoqchimi? Xiaoyan, sen omadsizsan. Uni o'ldiring. Bu odamlar bu ishni bekor qilishyapti. Hayvonlar bilan kurashishga kuchlari qolmaydi. 能在2名斗宗强者的围剿下坚持这么久，是萧炎确实有些本事。 Men birinchi o'rinda Xiaoyandan qutulishni xohlardim. Shunchaki Yuverni oldida turaman. Men bunga uzoq bardosh bera olmayman. Sen o'lishni xohlaysanmi? Bu nima edi? Bu yomon. Ehtiyot bo'ling, kichik uka. O'limingni qarshi ol. Kichik mazhab rahbari, yaxshimisiz? Ikkingiz nima qilyapsiz? Agar o'ldira olmasangiz, sizni otamga aytib o'ldiraman. Uni tezda o'ldiring. Sening o'lish vaqting yetib keldi. Ovoz berdi Animani. Agar bizning kanalda bo'lmasangiz, videoda bizning kanal silkalari qoldirilgan bo'ladi. Bizning kanalga o'tib qo'shilib oling. Samoviy olovning 3 ta o'zgarishi. Birinchi o'zgarish. Bu bolaning kuchi oshib bormoqda. Kimdir meni himoya qiladi deb o'ylagan edingmi? Xuanxu pichoqlari. Bu ishni qilishga jur'at etma. Xiaoyan, to'xtang. Mazhab kichik rahbari Shao, ahvolingiz yaxshimi? Bu yigit uni o'ldirdimi? 怕是饶不了他喽。 5大家族考核的冠军，果然本事过人，以后绝不能招惹此人。 Xiaoyan birodar, men siz bilan ittifoq tuzishni xohlayman. Agar siz Van You tog'larda yirtqich hayvonni o'ldirmoqchi bo'lsangiz, kuchlilar kam bo'lsa ham biz birlashsak hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin bu kuchsizlarni qirib tashlashimiz kerak.
Siz kuchsizsiz, lekin tulki kabi ayyorsiz. Men sening gaplaringga aslo qilmayman. 想必在场。 Sen tulki. Og'zingni yop, haromi. Yosh mazhabimiz shogirdining meridianlari uzilib ketgan. Mazhab rahbarining o'g'li, o'rningizdan turing. Bizlar sen bilan o'lgunimizcha kurashamiz. Ikki oqsoqol. O'ldi qilinglar. Uni hayotini sizlar saqlab qolsangiz bo'ladi. Uning meridianlari uzilgan bo'lsa-da, uni shifokor ko'rsa, u yaxshi bo'lib ketadi va Danta sizlarga yordam beradi. Xiaoyan, siz biroz kuting. Ertami kechmi biz sizni o'lgandan battar qilamiz. Mazhab boshlig'ining o'g'lini olib ketishimiz kerak. Biz hammamiz bu tog'dan tirik chiqib ketishimiz kerak. Shuning uchun siz bizga qo'shiling. 成功的几率会更大。 Siz bizga qo'shilganingizni foydasi bor yoki yo'qligini bilmayman. Xonim, taklifingiz uchun rahmat. Lekin men yolg'izlikka o'rganib qolganman. Huzurimni qabul qilasiz degan umiddaman. Bu sizning taklifingizni rad etgan birinchi bolami? Hali ko'ramiz. Sen yalinib kelasan bizga qo'shilish uchun. Bu yerdan tezroq ketishimiz kerak. Darling. Siz nega menga yaxshiroq narsalarni olib kelmayapsiz? Hozir olib kelamiz. Biroz sabr qilsangiz, ular yaxshiroqlaridan olib kelishadi. Agar och bo'lmasam, men bu yerga kelmasdim. Bu yer qorong'u va la'nati joy. Bu mevalarning birortasi ham mazali emas. Ularni olib ketishingiz mumkin. Hammasi bema'ni narsalar. Xonim, xavotir olmang, chunki men odamlarimdan eng yaxshi mevalarni olib kelishini so'radim. Ular albatta tezda olib kelishadi. Shunchaki dori-o'rotlar mazali bo'lmaydi. Ularning birortasi Xiaoyan tayyorlab bergan ingredientlar kabi mazali emas. 想。 Hoy, sizlar nega tez harakat qilmayapsizlar? Qani tezlashinglarchi, bo'lmasa sizlarning sochlaringizni olib tashlayman. Xushbo'y hid juda kuchli. Bu shuni anglatadiki, Danning daryosi shu yaqin atrofda. Danning topildi. Qo'riqchi shu yaqin atrofda bo'lsa kerak. Uni topishim kerak. Men buni tezda qo'lga kiritishim kerak. Agar qo'lga kirita olmasam, uni kimdir olib ketishi mumkin. Bu hayvondan tushib qolgan bo'lsa kerak. Uning teri rangi yashil. Bu chiziqlar menga yo'lbarsni eslatyapti. Bu hayvon adashmayotgan bo'lsam, suvda yashovchi yashil yo'lbars.
Ta'mi yaxshi, to'g'rimi? Bir, ikki, uch. Bu uxlatuvchi mevalar orasidagi eng yaxshisidir. Bir muddat uxlay qol. Hoy, bu nima? Biz tashqariga nega chiqa olmayapmiz? Nima qilishimiz kerak? Tashqari ko'rinmayapti. Janob, siz bizning hammamizga hujum qilmoqchimisiz? Bu odam kuchini yashirib kelmoqda. Agar u kuchini yashirmaganda, oqsoqollar buni sezgan bo'lardi. Hurmatli Danta a'zolari, men sizlarni ruhingizni tortib olaman. Boring va ularni ruhini tortib oling. Tugatdim. Siz hali ham uxlayapsizmi? Sizga maroqli hordiq tilayman. Juda tanish energiya. Yordam bering, yordam. Ular juda kuchli. Bizning Danta sizlardan albatta qasos oladi. Ularga bema'ni gaplaringizni gapirmang. Ular ruhlar zaldan. Bizning bularga kuchimiz yetmaydiganga o'xshaydi. Qilishni bas qilinglar. Hammasi befoyda. Ruhiy to'siq, Kaoing va boshqalar. Bu yana ruhlar zalimi. Kimdir bizni kuzatayotganga o'xshaydi. Qani bu yerga kel. Men seni izlab yurgandim. Sen o'zing bu yerga kelding. Yaxshi, meni taniysanmi? Seni tanishim yoki tanimasligim farqi yo'q. Har holda hamma shu yerda. Sizlar hech qayerga qochib qutula olmaysizlar. Men to'siqni buza olaman, lekin u qarshilik ko'rsatsa, men yiqilishim mumkin. Shuning uchun kimdir uni chalg'itib tursin. Uni hammangiz chalg'itib turing. 拖住他！ Men qo'limdan kelgancha harakat qilaman, lekin meni odamga kuchim yetmaydi. Kaoing, sizga qancha vaqt kerak? Mayli, men uni ushlab turaman. 多谢了。 Boshlaymiz. Mening ruhiy to'sig'imni sindirish oson emas. Sening raqibing menman. Samoviy olovning uchta o'zgarishi, uchinchi o'zgarish. Bu Rokodisdagi olovning o'zgarishimi? Biroz qiziq bo'la boshladi. Men seni o'ldiraman. U juda kuchli jangchi, uning kuchi dahshatli. Shu paytgacha men siz bilan o'ynadim. Men chidashim kerak. Tog'ni parchalash, dengizni kesish.
To'siq buzildi. Hamma tezda ketsin. Yengil, meni kuting. Ularni quving. Qancha vaqt chiday olishingizni ko'rmoqchiman. 到什么时候？玄黄元根这宗圣物